Assalomu alaykum. Qiyonchibozlari. Hozir ukamni oldilar uyiga keldim. Rosa quyon ko'payibdi. O'zi ishqiboz. Oka qo'yib yuboraylik, rasprodaja deyapti. Narxini tanlaganinglarga qarab narxi chiqadi. Rangiga qarab, yoshiga qarab, mana qanaqa qarang rangini. Tanlashinglarga qarab chiqadi-da, rangi shuning uchun narxi. Tanlasanglar kelib olib ketaverasizlar. Shtatda, Uchtepa tumanida, Toshkent shahar va shu chiroylilari bor ekan bu yerda. Misol uchun, mana buni bitta qizingizga olib bersangiz, mana buni ikkinchi qizingizga olib berasiz podarkaga. Endi inlarini ham qayerda sotishini aytamiz. O'sha yerdan olasiz. Bu yerda ini qolmabdi. Mana buni kichkina qizingizga olib berasiz. Bu yerda bulardan tashqari, bu yerda ko'p tikka quloqliklari ham bor. Xolasanglar quloq osilib turadiganliklari bor. Bunaqalari. Yoqimtoylari. Hali живой podarka, mягкий игрушкаlar. O'zi bunaqa video bizni ko'pincha olib chiqmaymiz. Qimmat quyonni bolalarida hozir ko'p bo'lganiga aka qo'yib yuboring. Xalq foydalansin. Kimga kerak bo'lsa olib ketishdan arzonroq berib yuboraman dedi. Mana. Bular oddiy quyonlar emas, hammasi zotli quyonlar, karlikli. Mana shunday bo'ladi, to'xtaydi. Buni sutdan chiqish arafasida, ko'pi sutdan chiqibdi. Bunaqasini podarka ham qo'yamiz. Kichkina toylarni kerak bo'lsa. Kelaverasizlar shtatda Uchtepa tumaniga. Telefon nomeri yozib qo'yaman. Tanlab olib ketaverasizlar. Bu hozir 5 dan 1 qismi. Bu yoqda ko'p yana. Stolga sig'ganicha qo'ydik. Mana buni qarang, chiroyliligi. Bolalaringiz maza qiladi. Ovqatlari hamma narsasi bor, berishadi.